Хороший вечер складывается из ярких эмоций, сильных впечатлений и отличной кухни. Этот бой проходит при поддержке ресторана Асадор. 66 килограмм вазон toifasi, категория 66 килограмм. Официальное представление бойцов. Первый синий угол Кокбурчакта. Бойцу 28 лет. Его рост 1,75 м, вес 66 килограмм ровно. Он чемпион Таджикистана по грэпплингу и по вольной борьбе. Чемпион Тюменской области по грэпплингу. Представляет бойцовские клубы Шторм Тюмень, Мусафа Худжан, Таджикистан. Warrior Акмал Абдувалия. Raqibi Qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 26 da, bo'yi 172 cm, vazni 66 kg. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по дзюдо. Представляет бойцовский клуб Каршелионс Кашкадарья. Саят Рустамов. Рефери поединка Халил Мамиев, Казахстан. Halil Mamiyev jangni boshqarib boradi do'stlar. Mana endi biz ham tanishtirsak bo'ladi jangchilarni, sportchilarni. Akmal Abduvaliyev, tojikistonlik jangchi, 4 rekordiga ega. Yaxshi bilamiz, bevosita Amur Temur Fighting Championship promotionidagi ishtirokidan ushbu sportchining uning raqibi mamlakatimiz vakili Qashqadaryo viloyatidan Sayyod Rustamov. Ha, do'stlar, bu jang ham men uchun biroz og'ir bo'ladi sharhlar, chunki Sayyod ham biz bilan birgalikda mashg'ulotlar olib boradi, lekin haqiqatan yaxshi jang bo'ladi va haqiqatan chiroyli jang ko'ramiz bu yerda. Boburbek hayajonlansa ajablamang do'stlar. Tanqidiy fikrlar kerak emas. Barchamiz birgalikda mamlakatimiz sportchilarini, jangchilarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ana endi ikkalasida ham tajriba bor, ikkalasini ham janglarni kuzatganmiz. Bevosita Otabek Tohirovga va Sardorga qarshi jangidan eslayman tojikistonlik sportchini. O'shanda split decision, ya'ni hakamlarning bir ovozdan emas g'alaba qozongan, lekin Otabek Tohirov umuman imkon qoldirmagan edi bu sportchiga, ya'ni Tojikiston vakiliga. Undan so'ng MPLda anchagina tajribali bo'lgan Dadaxon Hasanovga qarshi jangini menimcha barchamiz kuzatganmiz. U yerda ham Dadaxon taktik kurashchi, taktik jangchi imkon bermagan edi tojikistonlik Abduvaliyevga. Sayyod bu yerda jangni biroz kuzatish bilan boshlayapti va raqibiga biroz ishlagani beryapti. Markazni egalladi, lekin markazni egallagan holatda raqibini kuzatyapti, shoshilmayapti. Sayyodni asosiy ustunlik tarafi bu kurash, ya'ni parter holatidagi harakatlari. Raqibda ham bu jihat xuddi shunday bor. Buni kuzatganmiz. Demak, ikki yaxshi grepler bir-biri bilan hozir to'qnash kelyapti va stoykada hozirda birozgina Akmalda imkoniyat bor. Har ikki jangchi ham 8 tadan jang o'tkazishgan. Round kick havoda qolib ketmoqda. Ikkinchi raqamli bo'lib ishlashni ma'qul ko'ryapti va bu yerda haqiqatan uni qo'l va oyoq uzun biroz ustunlik taraflari yordam beryapti. Va yaxshi ishlab oldi. Birinchi takedown bo'lishi kerak edi, lekin yaxshi himoyalanyapti. Ikkinchisi o'xshadi. Bu yerda endi ushlab qolish kerak bo'ladi Sayyod. Kuchli parter Tojikiston vakili. Bo'lmadi. Yuqori amplitudadagi takedown. Sayyod bu yerda hozir kuchini biroz tejash kerak bo'ladi. Raqibni har bir ko'tarib yiqitish bu uni kuchini olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun birozgina bosiqroq jang olib borish kerak bo'ladi, lekin bu yerda Abdullayev ham qarab turmaydi. Albatta u ham harakat qiladi, partiyadan chiqib ketishga harakat qilyapti. Stoykada o'zining ustunligini sezdi va ana endi shuni ustunlikni qaytarishga harakat qiladi menimcha. Tizza zarbalari juda ham yoqimsiz zarbalar. Og'riydi. Asabga teguvchi zarbalar deyishimiz mumkin. Bu balkim atrofdan kuzatayotgan muxlisga arzimagan zarbalardek ko'rinishi mumkin, lekin ishoning, bu miyadagi faoliyatni biroz izdan chiqarishi mumkin. Tajriba katta Boburbekda, hayron bo'lmaysizlar. Shuning uchun ham hozir yorimda o'tiribdi. Mayli. Jangni kuzatamiz. Shoshmasdan mana shu zarbalarni yo'llayapti.
Chalishga harakat qilib ko'rdi. Ko't va oxiri o'tkazdi-yu, lekin darhol turib olmoqda Abduvaliyev. Darhol turib Abduvaliyev olyapti. haqiqatan bu aytganingizdek kurash uslublari unda ham yaxshi joylashgan va u parterdan qanday chiqib ketish kerakligini bilib turibdi. Qiyin jang kechganda o'shanda Tohirovga qarshi ham andijonlik ajoyib sportchi. Mana bunday harakatlari evaziga raundni o'z foydasiga hal qilaman deb o'ylayotgan bo'lsa Sayyod, lekin birozgina faollikni oshirish kerak bo'ladi. Aylantirib oldi Abduvaliyev. Aylantirib oldi tojikistonlik sportchi hozir. Sayyodni va ichki tizada shu songa zarbalar yo'llashga harakat qilib ko'rmoqda. Yaqinlashadi endi. Oktagon markaziga qaytishdi ikkita jangchilar. Endi markazni o'zining qilib olishga urinmoqda. Zardorlik bor ekan Rustamovda. Bor, yo'q emas. Uni ham biz ATFdan yaxshi bilamiz. Yo'qmi? Ko'p kuzatgan uning janglarini. Oyoqqa tashlanmoqda. Muzaffar Xudoyqulov chekida. Jang teng holatda o'tyapti deyishimiz mumkin bu yerda hozir. Ko'ramiz, ikkinchi raunddan boshlanib jangchilar boshqa tempga o'tishadi va birinchi takedown yo'q. Har ikki jangchi ham haqiqatan parter holatidan yaxshi himoyalanishyapti. Qarang, vaqtni o'tayotganini ham bilmay qolamiz. 10 soniya qolibdi. Oxirgi 10 soniya. Chiroyli uslubda hozir o'tkazdi. So'nggi soniyalarda takedown, balki mana shu takedown vaziyatni tarozi pallasini Sayyod Rustamov tomoniga og'dirishi mumkin. Endi buni hakamlar hisoblashadi. Albatta, va'da qilganimizdek ajoyib kurash elementlarini ko'ryapmiz jangda. Manzarani qarang do'stlar. Ajoyib va mavqiron ko'hna Samarqand. Ko'p musobaqalarda yuraman. Bir narsani alohida e'tirof etishim kerak. Samarqandda muxlislar o'zga. Juda ko'p muxlislar o'sha nechta musobaqalar, turli yo'nalishlarda, boks musobaqalarida ham, arlay jang san'atlari, qo'l jangi musobaqalarida, mana shu yerda kickboks musobaqalarida bo'lganman. Doim tribunalarda muxlislar to'la, o'tirgani joy qolmagan holda ishqibozlar yaxshi ko'rsatadigan kurashlar. Haqiqatan ham. Bu yerning muxlislari o'zgacha janglarni kuzatib borishadi. Ikkinchi raundga start beriladi. Har ikki jangchi ham jismoniy darajasi, tayyorgarlik darajasi yaxshiligini ko'rib turibmiz. Shuncha takedown, shuncha clinch ko'rishimizga qaramasdan nafas olishlari yaxshi ikkalasini ham. Front kick xavfli. Jab amoq. Hozir overhand yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Rustamov. Middle kick. Yana ikkinchi raqamli bo'lib ishlashni ma'qul ko'ryapti Abdullayev. Yana bir middle kick. Abdullayev kuzatar ekan jangni, biroz raund boshini bergan taqdirda ham oxirida faol harakat qilishga ulgurar ekan ham. Yana clinch. Xursand bo'ladigan joyimiz faol clinch ko'ryapmiz sportchilardan. Qarang, jismoniy kuchni ishga soldi. Antropometriya bu yerda ham yo'q. Bir ovozdan gapirdik. Antropometriya ham bu yerda uni foydasiga ishlayapti, ya'ni qo'l uzunligi hisobiga yaxshi ushlab, Sayyod chiroyli chiqib ketdi bu yerda, lekin ustunlik baribir Abdullayev tarafida qolyapti. Oxirgi pozitsiya jihatidan ustunlik. Aylanib oladimi? Aylanib oladi. Hozir oyoqni ushlab olgan holda bog'lamni yechdi va qanday o'tkazyapti. Jarayonni teskari holatga oyoqni o'tkazib olish kerak endi, belni nazorat qilgan holda jangni davom ettirish uchun tuzada zarba. Ha, mana shunday oxiri qandaydir yo'l qidirishga o'tadi Abduvaliyev. Va o'sha vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qiladi. Ungacha tiza bilan so'nggi zarbalar yo'llayverish kerak. Bu ham bir passiv ochkolar yig'ilishiga olib keladi va qisqa zarbalar mana shunday kichik son sifatga aylanishi mumkin bu yerda. Biroz noto'g'ri tushunmang hurmatli muxlislar, o'zim shaxsan Sayyod bilan zalda birgalikda sparinglar olib borganimizda ham bu narsani guvohi bo'lganmanki, Sayyodni parterda ushlab qolish qiyin masala. Lekin ushlab qolyapti raqib.
raqib ushlab qolishga harakat qilyapti, lekin haqiqatan bu uni haqiqatan imkoniyatni boy berishga olib kelishi mumkin. Lekin klinchlarda faol harakati hisobiga balkim vaziyatni tenglashtiryapti u. Hakam diqqat bilan qarab turibdi sportchilarga. Yana o'sha holat, yana o'sha kuchlanish, endi tayanch nuqtasi yaxshiroq bu yerda Abduvaliyevda. Ammo bu safar bermadi. Rustamov bermadi bu safar. Mana shu tariqa jangni parterga o'tkazishga ushlab qoldi raqibini. Endi o'zi aylanib o'tishga harakat qilib ko'radi. Yana o'sha ssenariy bo'yicha harakat qilyapti Abdullayev va raundning boshida biroz passiv, lekin oxirida faollashyapti. Oxirgisi esda qoladi degandagi. Xuddi shunday. Ko'pgina jangchilar shunday harakat qilishadi, ya'ni raundning oxirini o'z foydasiga hal qilishga harakat qilishadi. Nimagaki hakamlar umid qilishadi, hakamlar mana shu narsani ko'proq eslab qoladi degan maqsadda. Va bu haqiqatan ish beradi ham ba'zida. Chiqish kerak bu vaziyatdan chiqib ketyapti. Ana endi masofadan zardorlik ham yomon emas Sayyodda. Rustamov ikkilik zarbasi o'tgandek bo'ldi. O'ng qo'li yon taraflama og'dirdi, orqaga bo'yinga xatirkot tashlandi. Shubhaladi. Sezganini qarang Abduvaliyevni. Ikkita sportchi tarafidan ham biz nimagadir tana qismiga zarbalar ko'rmayapmiz. Mana bunday yuqori tempdagi janglarda bu tana qismiga beriladigan zarbalar ko'p narsani hal qilgan bo'lar edi. Kerak hozir chiqib ketish kerak. Eng muhimi birinchi navbatda, chunki biroz ortga hozir qadam tashlaydigan bo'lsa, Abduvaliyevda zarbalar yo'llash imkoniyati paydo bo'ladi. Chiq deb aytib o'tmoqda Xudoyqulov ham. Tana qismida ko'rib turibmizki, har ikki sportchining ham tanasida kislorod qanchalik darajada aylanayotganligini ko'rishimiz mumkin va bu yerda birozgina Abdullayevda ahvol salgina yomonroq deyishimiz mumkin. Lekin u bildirmayapti haqiqatan jismoniy tayyorgarligi yaxshi darajada va hakam to'g'ri qaror. Zerikdi. Yo'q, faollik juda pasayib ketdi ikkalasida ham. Teng zarbalar almashinuvi. Bitta zarba kerak, faqat tortishga tavakkal qilmasdan, konsentratsiyani yo'qotmagan holda. Raund oxirini ikkita zarba o'tkazib yubordi Sayyod va raundning oxirini olib qolish uchun 15 soniyadan kam vaqt qoldi va foydasiga hal qilmoqchi bo'lgan sportchi faolroq harakat qilish kerak bo'ladi hozir bu yerda. 5 soniya va ikkinchi raund nihoyasiga yetdi. Teng kurashlar ostida o'tdi deyishimiz mumkin, lekin raund oxiridagi stoykada bo'lgan biroz faol harakatlar evaziga balkim Abdullayev bu yerda hakamlar ko'ziga yaxshiroq ko'rinishi mumkin. Eng qizig'i, har ikkala sportchi Sardorbek Sodiqovga qarshi jang olib borgan ekan. Biri ATF yanglishmasam 22-turnirda edi, Sayyod esa 21-turnirda va ikkalasi ham yanglishmasam g'alaba qozongan. Mana shu janglarda. Biri ochkolar bo'yicha, biri esa submission bilan. ATF dastavval turnirda ekan, birinchi turnirdan biri, 3-turnirda ekan. Muxlislardan biroz uzr so'rayman. Tojikistonlik sportchini familiyasini to'g'ri aytganligim bo'ladi. Hamma biladi. Mango 3-liga, professional ligasi 3-jang kechasi, qiziqarli janglar davom etyapti. Barcha yo'nalishlarda ko'ryapmiz. Zarbalanishni ham, grapplingni ham. Mana bunday taktik kurashni ham qarang, shoshmasdan haqiqatan Boburbek aytib o'tgandek, Tojikiston vakili jangni raundni boshlayapti va undan so'ng oxirida faollashishga harakat qilmoqda. Middle kick. Katta ehtimol bilan bu hal qiluvchi raund. Zarba. Klassik uslubda jazoladi low kick zarbasini. Ikkiliga chap qo'l biroz yon tomonlama, o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Katta ehtimol bilan bu hal qiluvchi raund bo'lishi mumkin. Low kick.
O'tkazyapti low-kicklarni va burchak darhol tanbeh beryapti. Faolroq harakat qilish kerak ekanligida hayqiriqlar tobora baland kuchlanishga ega bo'lmoqda. Tojikistonlik sportchi hozirda biroz chekingan holatda har doimgi ssenariysini o'zini amalga oshirishga harakat qilyapti. Ya'ni raund oxirida faollash maqsadi bor, unda bilinib turibdi bu narsa. Low-kick zarbalari passiv holatda o'tayotgan bo'lsa ham hozirda uning foydasiga ishlayapti. Ya'ni Abduvaliyev passiv holatda bo'lsa ham ochkolar yig'yapti bu holatda. O'tyapti chunki zarbasi. Xuddi shunday. Sayyod bu yerda faol harakat qilish kerak bo'ladi. Agar jangda g'alaba qozonishni istaydigan bo'lsa, kerak takedown. ajoyib takedown bo'lishi mumkin edi, lekin bu yerda haqiqatan ham Abduvaliyev himoyalana oldi yana bir bor. Muvozanatni saqlab qolyapti shu vaziyatda. Nazoratni yo'qotmasdan 1-2 zarba juda muhim mana shunday palada 3-raund hal qiluvchi ahamiyatga ega. Boshini biroz ko'tarish kerak bo'ladi hozirda Sayyod, chunki raqibga to'liq ustunlikni egallash uchun, lekin har doimgidek Abduvaliyev parterdan yaxshi turib ketish qobiliyati egaligini ko'rsatib o'tdi. Pyotr Yan uslubida o'zini o'nglab olishga harakat qilayotganini ko'rib turishimiz mumkin oyoq harakatlaridan Abduvalievni. Qarang, qanday himoyalanyapti oyog'i bilan. Demak, bu degani tizza zarbalari unga ta'sir qilishni boshladi. His qila boshladi. Mana His qila boshladi. Og'riqni to'xtatish kerak emas. Yana bir zarba, yana zarba. Tirsakdan hudud bo'lish lozim. Nazorat qilyapti Rustamov. Sayyod biroz passiv holatda bo'lsa ham jangni nazoratini o'z qo'li ostida saqlab turibdi Sayyod. Halil Mamiyev vaziyatga aralashishi mumkin. Qarang, qo'lini qanday ushlab balandga ko'tarib, hozir aylanib olmoqda. Yiqilish kerak emas. Aslo mumkin emas hozir 3-raund. Faol ishlash kerak bo'ladi bu yerda. Har ikki sportchi ham aytib o'tganimizdek, har katta ehtimol bilan bu hal qiluvchi raundlardan biri bo'ladi. Albatta bu 3-raund, oxirgi raund. Bu raundda kim g'alaba qozonsa, katta ehtimol bilan bu jangni yutish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pozitsiya almashinuvini ko'rib turibmiz. Ana endi Abduvaliyev ustunlikni o'z qo'liga olyapti klinch holatida. Yana holatlar almashinuvi. Kerak takedown, kerak. Butun arena aytib o'tyapti hozir. Muxlislar kelgan. Qo'llab-quvvatlash uchun. Tizza zarbalarini yog'diryapti. Hozirda Sayyod ustunligini saqlab qolish uchun tizza zarbalarida faol ishlash kerak bo'ladi klinchda. Lekin ko'rib turganimizdek hakam bu holatdan sportchilarni o'rtaga qaytaryapti va yana jang stoykada qaytdi. Zarbalar almashinuvi. Bu yerda mana Sayyod aniq zarbalar, lekin Abduvaliyev ham o'zini zarbalarni o'tkaza olyapti. Qo'l uzunligidan, tana uzunligidan foydalana oldi va ikkita aniq zarba. Tizzani mo'ljallagan edi, lekin 40 soniya vaqt qoldi bu yerda. Bermadi oyoq o'tishga Sayyod. O'ng qo'l zarbasi yonboshdan o'tdi. Sayyod kuchini yig'ish kerak bo'ladi va 30 soniya qoldi. Zarba. Ikkinchi zarba. Hozirgi holat bilasizmi, 15 soniya qoldi. Kim ko'proq g'alabaga harakat qilsa, mana shu sportchi ustunlik qiladi va psixologik bu yerda hozir jang ketyapti, nafaqat jismoniy. Takedown qidiryapti. So'nggi takedownni qidiryapti Abduvaliyev. Tirsak zarbasi so'rayapti undan burchakdagilar va jang yakunlandi. Juda ham faol, raqobatga boy jang ko'rdik biz. Keling, oldindan bashorat qilmaymiz. Biz albatta ishonamiz, biz uchun Sayyod Rustamov g'alaba qozondi, ammo yakunda hakamlar qanday qaror qabul qilgan ekan, mana shu jarayonni ham hozir Bakir abadiy desam ham bo'ladi. Vechni chiqib aytib o'tadi.
olqishlaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yozishyapti tojikistonlik sportchi. Haqiqatan yaxshi jang o'tkazdi. Men aytib o'taman, so'nggi bor uni ko'rgan o'sha Otabekka qarshi kechgan bahsidan keyin anchagina oldinga dadil qadam tashlagan. Bevosita o'sha barterda mustahkam muvozanatni saqlay olmoqda. Chunki Sayyod uning ham janglarini kuzata turib, u ko'pincha jangni barterga osonlik bilan o'tkaza olgan jangchilar sarasiga kiradi. Ha do'stlar, Abduvaliyev ajoyib himoyaga egaligini va kurash usullari unda yaxshi darajada qo'yilganligini ko'rib turibmiz. Jangning oxirigacha u harakat qildi. Haqiqatan raqobatga boy jang ko'rdik biz, maza qildik. Kommentatorlardan, ya'ni bizdan xolislik so'rayapti ayrim muxlislar. Do'stlar, bitta narsani kelishib olaylik. Musobaqa O'zbekistonda bo'ladi. Biz o'zbekistonlik shaxlovchilarimiz va biz albatta xalqaro musobaqalarda mamlakatimiz vakillarini to'la to'kis qo'llab-quvvatlaymiz. Agarda ikkalasi mamlakatimiz vakili bo'lganda, unda xolislik haqida gap bo'lishi mumkin emas edi. Bu shaxlovchilikning o'ziga xos bir qonuni, qoidasi. Buni o'qiganmiz va bu borada bahslashadigan asrof fikr emas. Tojikistonlik muxlisni olqishlaymiz. Har bir jangchini hurmat qilamiz. Oktagonda harakat qilayotgan, jang olib borayotgan sportchini. Ammo birinchi navbatda albatta xuddi shunday vaziyat Tojikistonda bo'lganda tojikistonlik sportchini shubhasiz tojikistonlik shaxlovchi qo'llab-quvvatlardi va hokazo shunga o'xshash jihatlar qaysi mamlakatda bo'lishidan qat'iy nazar. Bu narsani kelishib olaylik. Bu narsani to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz, hurmatli muxlislar. Biz Boburbek bilan va umuman Mangu ligasi juda xursand. Bizni hozir bevosita Tojikistonda ham, Qirg'iz Respublikasida, Qozog'istonda, umuman Markaziy Osiyoda, Rossiyada ham kuzatib borishayotganligidan xabarimiz bor. Biz juda ham xursandmiz, barcha sportchilarni olqishlaymiz. Barchasi. Rasmiy e'lon do'stlar, demak, Данный поединок Демон. прошел всю дистанцию. Раздельным решением судей победу одержал. Ushbu jangda 2-1 hisobi bilan g'alabaga erishdi. Qashqadaryo Sayyod Rustamov. Sayyod Rustamov, Qashqadaryo viloyati vakili. Boburbek hozir lablarini bir-biriga tishlarini tishiga bosgandan xursand bo'lyapti. Ammo yana bir bor ikkalamiz ham aytib o'tamiz. Haqiqatan ham tojikistonlik jangchi, tojikistonlik sportchi juda yaxshi bahs jang o'tkazdi. Hakamlarga qo'yib berdik bu qarorni. Biz mamlakatimiz vakilini qo'llab-quvvatladik shubhasiz va takroriy lavhalar, juda ko'p low-kicklar mana bizda takroriy lavhada ham dastavval namoyish etib berilmoqda. Jangni parterga o'tkazish holatlari, takedownlar deyarli kuzatilmadi. Jangni parterga o'tgan jarayoni mana bu yerda o'ng qo'l yon taraflama zarba, javob qayta to'g'ridan yo'llangan zarba. Hozir yana bitta shunga o'xshash zarba, middle kick o'tgan ekan ulardan bittasi. Mo'ljalga borgan ekan. Mana bu yerda qarama-qarshi harakatlar, ikkilik zarbasi va yakunda 2-1